Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa hamd va sanolar hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar hamda salomlar bo'lsin. Alhamdulillah. Bu yilgi haj mavsumi barakali va go'zal tarzda boshlandi. Yurtimizdan muqaddas Makka-i Mukarrama hamda Madina-i Munavvaraga haj amalini ado etish uchun yo'lga otlangan mo'min musulmon hojilarimizning ibodatlari munosib sharoitlarda o'tishi uchun barcha zarur qulayliklar yaratildi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohning shogirdlari orasida yetuk ilm sohibi sifatida tanilgan hozirda O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi Shayx Nuriddin Hoji Xoliqnazar domla jonkuyarlik bilan bu ishlarga bosh-qosh bo'lib hojilarimizga e'tibor va mehr ko'rsatishdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev hazratlari ham haj safariga borgan yurtdoshlarimizning tinch va osoyishta, sha'niga mos ravishda ibodat qilish uchun maxsus dastur asosida g'amxo'rlik ko'rsatdilar. Shayx Nuriddin domla bu borada prezidentimizga samimiy rahmat va minnatdorchiliklarini bildirib o'tdilar. Alloh taolo hojilarimizning hajlarini maqbul va mabrur qilsin. Hojilarimizning vatanimiz, el yurtimiz, prezidentimiz, xalqimiz ustidan qilgan duolari ijobat bo'lsin. Hojilarimiz yurtimizga eson-omon yetib kelishsin. Amin ya rabbil alamin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janobi oliylariga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram Prezident janobi oliylari. Alloh taologa behisob shukrki, sizning bevosita tashabbuslaringiz va sa'iy harakatlaringiz bilan haj amallarini yuqori saviyada tashkil etishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Bunday e'tibor va ehtiromni biz hojilar chin yurakdan his etib, yaratilgan barcha qulayliklar uchun sizga chuqur minnatdorlik izhor etamiz. Hurmatli Prezident, siz va siz orqali yurtdoshlarimizni haj ibodatini ado etayotgan hamyurtlarimiz nomidan musulmon ummati uchun eng ulug' bayram Qurbon hayiti bilan samimiy muborakbod etamiz. Biz o'zbekistonlik hojilar shunday fayzli kunlar uchun shukronalar aytib, Haq taolodan jonajon yurtimizga qut baraka, aziz xalqimizga farovonlik va farzandlarimizga barkamollik so'rab ezgu duolar qilmoqdamiz. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duolarning eng yaxshisi Arafa kuni qilingan duodir deb xushxabar berganlar. Alloh taoloning bayti joylashgan muqaddas zaminda, Mino, Arafat kabi muborak manzillarda ulug' amallarni ixlos ila bajarmoqdamiz. Sizni vaqt ajratib, muborak haj ziyorati uchun yaratilgan sharoitlar va salomatligimiz haqida so'raganingiz hamda har kuni holimizdan xabardor bo'lib turganingiz ibodat bilan yurgan biz hojilarni cheksiz darajada mamnun etdi. Bunday e'tibor va ehtiromni Saudiya Arabistonining mutasaddilari ham yuqori baholab, siz janobi oliylariga hurmat va duolarini izhor etmoqdalar. Muborak maskanlarda har bir ziyoratchi sizning g'amxo'rligingizni yurakdan his qilib, ko'zlarida yosh bilan duolar qilayotganini alohida aytib o'tmoqchiman. Sizga aytadigan yana bir xabarimiz, Saudiya Arabistonda bo'lib turgan yurtimizning diniy soha vakillari hamda ziyoratchilari tomonidan haj mavsumi davomida Qur'oni Karim 10,000 marotaba xatm qilinib, yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik tilab duolar qilindi. Hurmatli Prezident, siz yaratib bergan imkoniyatlardan ruhlanib, O'zbekistonlik hojilar yurtga qaytganimizdan keyin
yangi O'zbekistonni tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari degan ezgu tashabbusni bir ovozdan ilgari surib, 3-renessans yaratuvchilarini tarbiyalashda sizga ko'makchi bo'lmoqchimiz. Siz boshchiligingizda yurtimizda tinchlikni mustahkamlash, xalqimizning ma'naviyatini yuksaltirish, ayniqsa yoshlarning sifatli ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, kerak bo'lsa dunyoni egallashi kabi masalalar eng ustuvor vazifaga aylandi. Shunday ekan biz hojilar yurtimizga qaytgach, quyidagi ishlarni amalga oshirmoqchimiz. Ona vatanimiz taraqqiyotiga xolis xizmat qilish, mahallalarda tinchlik va birdamlikni mustahkamlash, aholi orasida tinchlik, osoyishtalikni qadriga yetish, xalqimizni ma'nan yuksaltirish, jamiyatdagi islohotlarga daxldorlik hissini oshirish kabilarga targ'ib etish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ilmni qadrlash va ilm ma'rifatiga homiylikda namuna bo'lish, to'ylar, oilaviy tadbirlar va marosimlarda me'yorlikka amal qilgan holda kam xarj va ixcham o'tkazishda barchamiz bosh-qosh bo'lamiz. Kiyinishda, muomalada oddiylik va kamtarlikka amal qilish, dabdababozlik, isrofgarchilik, maishatbozlik kabi illatlardan yiroq bo'lishni targ'ib qilish, yoshlarni muvaffaqiyatlarga faqat o'qib, o'rganib, ilm bilan erishish mumkinligini o'rgatish, ustozlar, o'qituvchi va murabbiylarga doimo ehtirom ko'rsatish, ularni moddiy qo'llab-quvvatlash ishlariga ko'mak berish, mahallalardagi notinch oilalar, shu jumladan tarbiyasida muammosi bor yoshlar o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish, hududlardagi maktablarni ta'mirga muhtoj qismini joriy ta'mirlash ishlariga ko'maklashish, xayriya, mehr-muruvvat va yordam ko'rsatish ishlarini ko'paytirish. Barcha hojilarimiz yurtimizga qaytgandan so'ng ushbu tashabbuslarni qat'iy amalga oshirishga va'da beramiz. Zero jonajon vatanimiz kelajagi, xalqimiz farovonligi va yurtimiz shon-u shuhrati siz aytganingizdek yoshlarimiz qo'lidadir. Ular ertaga O'zbekistonni yanada kuchli, yuksak taraqqiy etgan davlatga aylantirish uchun o'zlarini bor bilimi, iqtidori va kuch g'ayratini safarbar qilsa, ko'zlagan barcha maqsadlarimizga albatta erishamiz. Yusuf Xos hoji bobomiz aytganlaridek, zakovat bor joyda ulug'lik bo'ladi, bilim bor joyda buyuklik bo'ladi. Hurmatli prezident janobi oliylari, biz 15 ming hoji duolar ijobat bo'ladigan Arofatda turib, Alloh taolodan sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr va ulkan muvaffaqiyatlar tilab, olib borayotgan barcha ishlaringizda madadkor bo'lishni so'rab iltijorat qilyapmiz. Alloh taolo butun dunyo mo'min musulmonlariga Qurbon hayitini muborak aylasin. Tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Ibodatlarimizni o'z dargohida husni qabul aylasin. Ona vatanimizni obod, xalqimiz hayotini yanada farovon qilsin. Qurbon hayit muborak bo'lsin. Hurmat va kamol ehtirom bilan O'zbekiston hojilari, Makka shahri, Arafat vodiysi, 2025-yil 5-iyun. Alloh taolo mana shu qilgan tilaklarimizni, duolarimizni qabul aylasin. Muhtaram prezidentimizga yo'llagan tabrigimiz va biz hojilar bu yerda oldimizga qo'ygan tashabbuslarni amalga oshirishda Allohim o'zi madadkor bo'lsin. Bugungi Arafat kunidagi hamma fazilatdan Alloh bizni nasibador aylagan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya